Hey, o tapchiga zavod-ku bu. Qizi bor uyga sochi keladi-da. Bu qizga 4 yil kontrakt to'ladi. Itam so'rab kelmadi. U qish tugatish bilan hamma tayyorga yo'q. Ha, to'g'la yo'qatmi? Sani ovqating bu. Ichga kirib o'tirma yana. Sovchilik ekan. Bu safar o'qigani. Bilaman shu o'qiganlar o'zi nomiga uy oladi, xotini nomiga esa mashina oladi. Kreditga. Voy bolam, onangiz o'ringa pul ber. Bormi sizniki ona? Shu pulga chaqchi qolib kel. Yana sovchilar keldimi? Bugun ishda. Borgan sar ayrim qizlar ishtonsiz, ayrim yigitlar vijdonsiz bo'lib boryapti, bor-ku. Tirek. Endi ham kirib ko'rlarning. Mahirga kelib berasizlar. O'qishni tugatguncha shuncha xarajat ketdi. Ha, xola, keling sovchilikdami? Yo'q, soch patti terib yuribmiz. Temir, alyumin. Bo'pladim. Sochlarni nimaga qaytarding? Amani ham nevara ko'rib keladi. Nevara ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni uylantirsangiz ham bo'ladi. O'zlab qo'yganing bormi? Oy, yuring olib boraman. Shu qiz ona Ma'qul. 3 oydan keyin to'y qilamiz. Nega? 4-kurs bitiradi-da. Oy, o'zing ham shunaqa ekansan-ku. Newtonning yangi qonuni o'qigan qizga uylan. Shunda krediting bitta o'zing bo'yningga qolmaydi.